Darvozani o'zi 13 mingga tushdi. Bizlar unitazini narxi ekan-ku. Ja, unaqa emasdi. Bu ustalaringiz ko'rinmaydi? Dachada. Norvegiyadan zakaz qilgan bandam kelgan ekan, o'shani ustanovka qilishyapti. Ha. Lekin zalingizda aboylaringiz bo'lmabdi. Ukrainanikimi deyman? Nima deyapsiz? Qanaqa aboy? Attachento. Hormanglar ham qishloqlar. O'zingda bor, ukam. 30 yil bo'ldi kelgan o'zaga. Propiska olmaganmi deyman, qo'shni? Akalar qishloqdan kelyapman. Yana qishloq deydi-ya, ey. Akmal aka, Ha. uyingizga kiruvdim. Xo'sh. Enangiz hovlida o'choqda ovqat pishirayotgan ekan. Otangiz obdasta ko'tarib, hovlining idiga ketayotgan ekan. Shu bitta xommon bilan oshxona qilib bersangiz bo'lar ekan. Yog'i parotu qo'shni qilib qo'ymoqmi deysiz? Nima edi? 13 minglik darvozami? Asad aka. Opangiz operatsiyasiga qishloqdoshlar pul yig'ishayotgan ekan. Sizga ham 3-4 so'm berarmikan deyishyapti. Mayli. Sog' bo'lingizlar. Tashkentliklar. Akalar, osh zo'rmi? Toshkentda osh boshqachada, ha? Baxti ukam, baribir oshdi. Qo'shni, bu hali Dubayda ovqatlarni ko'rmagandi. Ya'ni mamdoq qilib beradigan ovqatlar bo'lardi-yu. Oti nima edi? Nima edi? Nima edi? Nusretmi? Yo'q, ovqatning oti nima edi? Steak, a? Men pulini to'lab olganman-ku. Pulingiz yo'q edi. Kecha 35 mingga elektromobil oldim. Men 35 mingga elektromobilimga zarar qiladigan generator oldim. Akalar, ana shu generatordan qishloqqa bitta olik. Enalarimiz shu to'kocha urib toza ezildi-ku. Baxti ukam, qishloqingni bugun tiqishtirmay turgin. Qishloq do'ribchi, xitlab qo'yapsan. Baxti. Qachon Toshkentlik bo'lasan? Qo'shni. Toshkentlik bo'lish nekashdimi? Baxti. Shot nima bo'pti? Akalar, 200 mingdan tushdi hammamizga. Ukam, so'm yo'q. Bunaqa mayda pullar o'zing berib qo'y. Mayli-ku aka, lekin chochmani puliga qarzingizni ham qo'shib bersangiz katta pul bo'lardi. Tushunmadim. Qanaqa qarz? Darvoza olayotganingizda 400 olgandingiz-ku. Shunaqa ham past bola bo'lasanmi? Qo'shni 400 ham qarz deb ko'tarib yurishini qarang, gapni. Qo'shni, qarzni vaqtida berish kerak. Baxtidan qarz bo'lish g'alati emasmi? Aka, kulmang. Siz ham qarzingiz bor? Toy, o'zingda bor. Nima deyapsan? O'lingiz chiqdi. O'lingiz. $1000 berar ekansiz, dadam so'rayapti deb. 1 yil bo'lyapti. Baxti, qarzni o'g'lim olganmidi? Unda qarz o'g'limniki? Qo'shni, o'g'il o'zingiznikimi? Mayli, unda turaylik. Toshkentliklar. Mamla qilaverasa ko'paydi-da. Kamiga asosiy yo'lga tushib olib ham toshbaqaga o'xshab sekin sudraladi. Bos. Signal chal. Qaqa bosadi, signal chalyapman, o. Yur, bos. Signal ber. Prosta Toshkentni kataysa qilgan kelganmi bu, ha? Bu mashina haydashni bilmaydi. Nima demoqchiyman? Men Baxti-ku. Hormanglar ham qishloqlar. Bu deyman, shoshyapsizlarmi? Yo'q, shoshmayapmiz. Nima edi? Tinmay orqamdan signal chalasizlar. Tishgami? Sani mashinangni tanidingda, shunga chaldi. Yo'q, kecha qishloqdan akam kelgan.
Moshin akamniki. Yangi moshin, kecha bozordan olaman. Akanikimi, otayinikimi, yo'lini bilib chetroqdan yurgan. Tushundingmi? Toshkentga kelganiga 3-4 kun bo'lib, variantga olingan moshinga 01 taqvob, 01larga signal chalishga duxi yetmasdan ko'chada yurganda a deganda 70, 80, 90larga tinmay signal chalaverish g'alati emasmi? Olis-olislarda qolgan qishloq. O'zlaringda bo'ringizlar. Toshkentliklar Her seher, her sham ko'zlari yo'limda qolgan qishlog'im. Al. Bu ne ekan tez yursa? Biz gaz berdik-da. Çünkü yurdi. Ko'zlari yo'limda qolgan qishlog'im. Ya, hoji aka. Ha. Baxti-ku. Assalomu alaykum akalar. Akalar emas, hoji akalar. Va alaykum assalom. Men qaragin. Sen bu muqaddas joylarda nima qilib yuribsan? Biz ham enam bilan umra qilgani keldik. Qaysi otelda turibsizlar? O Al-Fajrda. O'zlaringchi? Biz Burj Xalifani 157-qavatida Bangladeshlik sheyxlar bilan turibmiz. Bu baxti Madinada xurmo ektirdingmi? Yo'q. Men 100 tup ektirdim. O'zi ham xurmo bo'lib ketdi, hoji aka. Savob bo'ladi-da, savob. Asadilla aka, Men qara Baxti. Mana hojiligimga shubhang bormi? Hoji aka dur. hop. Hoji aka. Birinchidan bu Burj Xalifa emas. Clock Tower. Soat otel. Ikkinchidan, siz umraga kelib, soat otelda turgandan ko'ra, qishloqda ukangiz yangi qurayotgan uyini tomini yopib olmayapti. Qarashaversangiz bo'larmidi? Sizchi, Akmal hoji, Madinada xurmo ektirgandan ko'ra, qishloqda otangiz bilan enangiz sovuq uyda o'tiribdi. 4 qop ko'mir bilan ikkita gaz balon bersangiz bo'larmidi? Mayli. Sog' bo'lingizlar. Haj akalar.